Gulnoz, enurezni tuzatmasa nima bo'ladi? Oqibati nima bo'ladi? Dahshatli bo'ladi. Nima bo'ladi? Bola vечно qo'rqadigan, jamiyatda o'zini o'rni topolmaydigan. Hozir kichkina sevyapti, o'sha ishini qilyapti, siz uryapsiz, urishyapsiz, unga ta'ziyq o'tkazyapsiz, sal kattaroq bo'lib 13-14 yosh bo'lgandan keyin o'zing davola deysiz, sal harakat qil deysiz, xuddiki enurez o'tib ketganga o'xshaydi. Bir sessiya etadi, bir sessiya etmaydi, bekitadi. Shunaqa holatlar bor. 9-10 yosh pampers ham taqib yotadi, bolachalar pampers taqib qo'yishadi. Bu yechim emas-da. Davolamaysiz, ertaga katta bo'lganda undan ham katta muammolarni chiqarib kelishni boshlaydi. Birinchi o'chirda shu yallig'lanish oqibatida farzandingiz bepush bo'ladi. Ikkinchi masala, o'ziga bo'lgan ishonch pasayib ketishi, jamiyatda o'zini o'rni topa olmasligi. Ertaga boshlaydi, boshqalarning egasini buzgandan keyin har xil joydan muammolar so'zlab qilishni boshlaydi. O'zini zo'rligini isbotlash uchun kimdir urib keladi, urishib keladi, pulni o'g'irlaydi. Eng dahshatlisi enurez erga tegsa o'tib ketadi deb erga berib yuborib yoki erga uylantirsam o'tib ketadi deb uylantirib yuborishmoqchi bo'ladi. Qilishgandan keyin sharmanda uyat bo'ladi. Birinchi keladigan narsa farzandingiz orqasidan sizga keladigan ta'na dashnom bo'ladi. Enurez bo'lganda hamma onani ayblaydi. Ya'ni san nima bolangga qaramagansan. Sen uni davolatmagansan. Sen qaratgan sanada shunaqa bo'ldi. Даже shunaqa holat mana bir oilada o'zi xotin bolani tarbiyasiga javob beradi. Har doim mas'uliyatni ayolga yuklab qo'yishadi. Ammo bag'irladi, san qizing yana sevib qo'yyapti, o'g'ling sevib qo'yyapti. Bir nima qilgin buni, bir nima qilib davolagin buni, andoq qilgin, bundoq qilgin. U agressiyani eshitgandan keyin ona battar bolasiga davleniya qilishni boshlaydi. Uradi, urishadi, baqiradi. O'rnini yig'ishtirmayman deydi, ani uy hidga bosib ketadi, boladan o'sha hid kelishni boshlaydi. Mana shu oqibatlardan farzandingiz jamiyatda o'rni topmaydigan, o'ziga ishonmaydigan landavur lapashanga aylanadi. Bunaqa bola keyin sal kattaroq bo'lgandan keyin sizga bir rahmat eshittiradigan, bir siz bilan faxrlanadigan, bir sovrinlarni yutib keladigan emas, qanaqa bolaga aylanadi? Qanaqaki o'zidan o'zi qo'yni to'lmaydigan. O'zidan o'zi qo'yni to'lmaydigan bola har doim jamiyatga zarar berishga harakat qiladi. O'ziga zarar keltirishga harakat qiladi. Bir nima qilsa yoqmaydi, siz bir nima olib kelib bersangiz yoqmaydi, deyishda недовольный bo'ladi. Menda juda ham ko'p bolachalar kelishadi, sportsmen bolalar, prям menga rasmlar bilan tashib berishadi. Direkt shu mani bolam sportsmen, chempion, medallar oladi. Lekin enurezi bor. Lekin unisi bor. Bosim qo'rquv sifatida bola oldin o'tini tutab, butun kuchini yig'ishtirib chiqib agressiya urishib kelyapti. Bu bola hozir. Ertaga sog'lom sportsmen bo'ladimi u? Ertaga sal kattaroq bo'lib upur beraverasiz, sal kattaroq upur ko'chaga chiqib ko'chada yugurib dang'aladigan sportsmen bo'ladi. Nosog'lom egotik buni kuch bilan hal qilishni o'rganadi. U o'zidagi hozir ichki holatni kuch bilan hal qilmoqchi, agressiya bilan chiqarmoqchi. Ertaga uni ta'sida bittasini uradiganga aylanadi. Shartda hozirgi kunda ko'ryapsiz, 3 oylik kelinni urib o'ldirib qo'ydi, pichoqlab o'ldirib qo'ydi, u qilib qo'ydi, bu qilib qo'ydi. Mana problemani qarang, militsiyani urib yubordi, uchirib yubordi. Qanaqa problemalar? Bolalarda xuddi mana u hozir 7 yosh, 8 yosh sevib qo'yyapti, davolamayapsan. Qanaqadir uni ehtiyojlari, emotsional ehtiyojini yopmayapsan. Katta bo'lgandan keyin kattalashtiradi uni muammosi. Ta'sida birovni uradigan agressiyani, ichidagi agressiyasini kimga chiqarish kerak? Chunki 10 yosh, 12 yoshda qaqillatib urgansiz u bolani sevganida, ko'rsatish kerak-ku agressiya. Ukasini uradi, nasiya berishni boshlaydi, pedagogika qilishni boshlaydi. Buni oqibatlari juda ham chuqur. Oddiygina farzand o'ziga ishonmasligi, nimadandir qo'rqishi, har doim muhit xavfsiz his qilmasligi o'zini katta bo'lganda undan ham katta problemalarga olib keladi. To'g'ri, bu yerda onalarning aybi yo'q-da, chunki hamma o'zida borini beradi. Hamma o'zini ota-onasi qanaqa bo'lgan bo'lsa, xuddi shunaqa qilib ota-onalik qilishni boshlaydi. O'zi ham bolalikda enurez bo'lgan, nima qilishga qaratishmagan doktorga. 14-15 yoshga yaqin o'tib ketdi deb o'ylaydi. Bu bolamda ham o'tib ketadi deydi. Menga ham rosa urishardi, oxiri amallab to'g'irlaganman o'zim, bolam to'g'irlanib qoladi deb o'ylaydi. Yo'q, kechirasiz, mana hozirgi holatingizga qarang. Hech eringizdan noligansiz, uni ko'tarib poylagansiz, xiyonat ko'rgansiz, qayningiz bilan atnashingiz bir balo bo'lyapti. Bitta kasbingiz yo'q, kim bo'lishingizni bilmaysiz, o'zingizga ishonmaysiz. 3-4 ta bolani tuqqansiz, baq qanaqa tarbiyalashni bilmaysiz. Qars urasiz, bolangizni eshitmaysiz, nima unga kerakligini tushunmaysiz, nimaga bu matematikani yaxshi o'qimayotganini bilmaysiz, nimaga buni o'rtoq yo'liga bilmaysiz. Muammo mana miya onani o'zida. Ular bo'lmagan bolaligida. Yamichkalar yopilmagan. O'zingiz ehtiyojingiz yopilmasdan turib, mana sog'lom ona bo'la olmayapsiz, bera olmayapsiz.
beryapsiz unga. Hop, bilmasa o'rganib qilish kerak-da. Mana hop senga bermadi tepadagilar, mehr nimada stakan suv bilan to'ldirmadi. Sen quruq stakansan. Bu endi keyingi avlodga quruq stakan, quruq onalik qilinmaydi-ku, xuddi shunaqa onalik. Noto'g'ri qilishganini bilasiz. Sizni urishganda battar xafa bo'lganingizni bilasiz. O'zingizga ishonmasa shu oqibatga kelib qolganingizni bilasiz. Xuddi shunaqa farzandingiz ham ertaga o'zini bolasi shunaqa qiynalmasligi uchun hozir harakat qilish kerak. O'zingizni avlodingizga qanaqadir meros qilib ilm qoldirishi, mehribon ona bo'lishi. Nega siz ona bo'lib, normal farzandlaringizga asoslanni ona bo'lishni boshlaysiz, farzandingiz o'zida shakllantirishi boshlaydi. U mehrga to'yingan bo'lsa, o'ziga ishonsa, ota-onasi unga ishonishini bilsa, u chiqib ko'chadan hayotda mehr qidirmaydi. Hayotda borib u bola bilan gaplashmaydi. Hayotda borib bitta kishining gapiga aldanib qolib, uyingizga borib tilini olib chiqib sotib yubormaydi. Hayotda u qanaqadir bitta ishdan ayrilib qolsa, o'zini olib borib osib yubormaydi yoki qattiq baqirganda o'zini bir bola qilib qo'ymaydi. U biladi, shu mana shu uy, mana shu ota-ona, u xavfsiz muhit, u himoya beradi, uni yaxshi ko'rishadi, uni qo'llab-quvvatlashadi, uni qadrlashadi. U qadrlashgan joyda u har doim o'zini topgandan keyin adekvat, sog'lom hayot yashashni boshlaganda ertaga o'zini farzandlariga ham xuddi shu narsani qoldiradi. Sog'lom kelajak qoladi. Sog'lom farzandingiz, avlodingizni g'ishini, poydevorini ko'rasiz. Hozir siz farzandingizga ona yo'q, mana sana aybing yo'q, ota-onang bilmagan, ota-onang ham aybi yo'q bilmagan qanaqa tarbiyalash to'g'riligini. Tarbiya to'g'risida bitta kitob o'qib ko'rmagansiz, 4 ta bolani tuqqansiz, o'rganmagansiz, eshitmagansiz, tadqiqot qilmagansiz, bolalar bilan shug'ullanmagansiz. Xo'p, mayli, hozir boshlang shu narsani. Hozir nimadir o'zgartirish, bitta elementni o'zgartirishni boshlang shu narsada hayot har doim ham shu erdan, shu qaynonangizdan, nimadirdan iborat emas. Mana farzandingiz sizning kelajagingiz, yuzingiz. Biz faxrlanamiz hozir televizorda yetuk insonlarni ko'rsangiz, sportsmenlarni ko'rsangiz, voy zo'r, voy ana taxo oldi, voy endi boyligiga mazade, anaqada uni o'zi adasi boy bo'lgan, o'shancha boy. Yo'q, uni adasi sog'lom bolalik ko'rsatgan. Shunaqa holatlar bor, boylarning bolasi o'sha boy otasini boyligini yeb bitiradiki, hech nima undirmaydi, hech nima bir xalqqa, insoniyatga foydasi keltirgan ish orqasidan qoldirmaydi. Lekin qachon inson mana inson farzanddan faxrlanadi, qachon siz olim farzandni tarbiyalaysiz, o'zingizni to'g'irlashni boshlasangiz, siz berayotgan tarbiya uslubini o'zgartirishni boshlasangiz va o'rgansangiz. Ya'ni Gulnoz, ko'pchilikda mana auditoriyadan kelib chiqib buni aytyapman. Ha, bolamda NRS bor deyishyapti, o'sha qiz bolada ham bor, o'g'il bolada ham bor. Lekin ko'pchilik ota-onalar baribir befarq bo'lyapti bu narsaga. Ya'ni ha bor, mayli o'tib ketar, bir narsa bo'lar deyishyapti. Qo'pol aytganda o'zi sevib qo'ymayapti-da. O'zi sevib yotmayapti-da. O'zi erini olib bir kun sevib qo'ysin, uni uyat, sharmandagalik his qilib ko'rsin, o'zi sevib qo'ysin-da. Qaynonasi bilan qaynotasi tepasiga chiqib tozalagin buni, nima qilgin buni, nima anaqani, nima bu sharmand, to'g'irlagin buni deb unga dakki xaliq chiqib bermadi. U narsani his qilib ko'rmadi. Maktabga borib, sinfdoshlarining oldida mazlum bo'lib turmayapti-da. U sevmayapti-da. To'g'ri, uni mamosi xos dardi xiyonat qilayotgani, puli yo'qligi, kim bo'lishini bilmasligi, qaynonasi bilan g'ijiq, qo'shnisini gapirgan gapi, yo'q ko'ngligi, opasini hayoti yaxshiligi, uni hayoti yomonligi, uni mamosi shunda hozir. U bolaga bee'tibor, la tralala qilib 10 yil, 15 yil qanaqa o'tkazib qo'yganini bilishmaydi. Shunaqa mamichkalar, onalar mana shunaqa o'tkazib qo'yishadi. Ertaga keyin dars yerini olib o'tiradi. Uje endi o'g'il bilan kelinga olishadi yoki kuyov bilan qizga olishib, ularni asujat qilib o'tadi. Eng qadrlisi vaqtini keraksiz narsaga sarflaydi. Shuning uchun onalar layoqatsiz, uni bitta nerpatolga olib borib kelishga vaqti yo'q, bitta narsa o'rganishga vaqti yo'q. Shu tralala qilib 20 minut telefonda erini topgan o'ynashni asujdat qilganda o'rtog'i bilan yoki qaynonasi unga nimadir deganini o'ylab miyasini siqib o'tirganda sal o'rnini ko'tarib bolasi bilan yarim soat 20 minut shug'ullansa, shu bola davo topadi, tuzaladi. Shu dorisiz ham, doktorsiz ham. Xullas qarang, mana hozirgi kunda Instagramda, Telegramda ma'lumot berib kelyapsiz va diagnostika haqida gapirdingiz. Shu diagnostika haqida ma'lumot bersangiz, mana auditoriya og'rig'idan kelib chiqib aytyapmizki, ya'ni bu yerda ko'pchilik NRSni davolash uchun shu doktorga olib boryapti, igloterapiya qilyapti, hammasi vaqtincha bo'lyapti, baribir yana qayta-qaytalayapti. Xo'p, sizni oldingizga aytaylik, shu diagnostikaga olib kelsa bolasini, aytaylik bolasi NRS, NKPRS, tik, agressiya, shularni olib kelsa, diagnostika jarayonlari qanaqa bo'ladi? Ya'ni mana shu diagnostika haqida ma'lumot bersangiz, qanaqa qilib bola o'sha bitta diagnostikaga kelib tuzalib ketishi mumkin?
Nilufar opa, man ham sehrgar emasman, kusur bolalarni tuzatmayman. Bu ham mashq, bu ham refleks, bu ham o'qitishgan kitobligi, shu o'rgatishgan darsligi bor. Biz ham o'qiganmiz shu narsada, to'g'ri yil o'qib, o'rganib, ma'lumotimiz bor bo'lgani uchun, kasbimiz bo'lgani uchun bu bilan ishlash yo'lini bilamiz. Ya'ni muammo bor, masala bor, uni qanaqa hal qilish. Masalan, uy quradigan inson qanaqa uy qurish biladi-ku, fundament deymiz, g'isht deymiz, sement qorish. Xuddi shunaqa NRS bilan psixologik ishlash yo'li bor. U diagnostika birinchi qilinib, ildiz topiladi. Nimadan? Ota-ona ajrashib ketgandan keyin NRS bo'ldi. Dadasi o'lib qolgandan keyin NRS bo'ldi. Onasi urush uchun NRS bo'ladi. Sinfdoshlar kimdadir shunaqa holatlar chiqib keladi, dahshatli. Pedofilga uchragan bola bekitadi, hech yetmaydi, kimda o'nga tegajonlar qo'ygan, o'shanda NRS bo'lish boshlanadi. Qo'rquvda mana masalani sababi. Bu narsani yaxshilab ko'rib biz ildizni topib tushirib bergan, onaga tushuntirib berganimizdan keyin endi bo'ldi, tushuntirding, oldim, mana bepul diagnostika qilaman, darjiman, onalar kelishadi, bo'ldi, yaxshi bo'lib ketadi. Ammo strashniy masala bo'lib qoladi oxirida. Yarim soat onaga tushuntiraman, "Voy, bolang mana bunaqa joy, mana bunaqa bo'lyapti. To'g'ri, sen oilangni shu muhitda davola, mana davolama oilangni shu muhitda. Lekin mana enorizni yechish uchun u bolang bilan mashg'ulot o'tish kerak. Mashq qilish kerak uni, refleks yetishdi. Yani doktorga olib borganda 10 ta gloterapiyaga qatnaydi-ku, dori yotsa ham 1,5 oy, 2 oy, 4 oygacha ichadi-ku. Xuddi shunga o'xshagan narsa. O'zini mashqlari bor, ishlash tartibi bor, psixologik ular bilan savol-javoblar o'tkazish bor, qo'rquvlarni yopish terapiyalari bor, art terapiyalari bor, sensor bokslar bilan ishlash, sudyokopda mashg'uloti bor. Mana shu mashg'ulotni qilgandan keyin to'xtaydi. Bu men bitta diagnostikaga kelib ketdim, bitta konsultatsiyamni olib ketdim, endi mana shuncha darsimga qatnashing kerak emas. Qildira olsang, ol ana darslik to'plamini uyda qildir. Qildira olmasang, qatni to'la, achchiq pulingni to'ladi, to'lab qildir. Mana masalan, bolangga lechit qildirmoqsa, asabing ko'tarmaydi. Uyda bola bilan mashg'ulot o'tib, bir nimalar shug'ullanishga, u bilan gaplashishga, uni ichida dardini bilish, to'lab pulini olib kel bolangni, bu mutaxassislari qiladi u narsani. To'laganing uchun qilib beradi. Yoki bilmasang, mana yo'l senga yo'l qo'lingga karta beriladi. A, B, C deb o'rgatilgandan keyin o'rgatilgan darslik jarayoni bor. Birinchi uni qilasan, keyin buni qilasan, keyin buni qilasan. Mana shu narsani 20 kun qilasan, mana shuncha qilasan, bunday natija bo'ladi, u bo'ladi, bu bo'ladi degan darslik to'plam. Shu darslikni olganda mana bolani tuzat deyiladi. Lekin shunaqa deganda ham bolasiga bee'tibor shu, faqat eri o'zini muammosi bilan ovora onalar hali ham o'ylashadi, shu bola o'zini tuzatib qoladi. Hop, endi diagnostika bu men bilaman ikki xil yo'li bilan bor, offline va online, to'g'rimi? O'sha offline qanaqa bo'ladi, online qanaqa bo'ladi, shu haqida ham tushuncha bersangiz. Конечно, offline zo'rroq. Nega? Chunki bola bilan to'g'rima-to'g'ri birma-bir o'zim ishlayman. Guruhli bo'ladi offlineimiz, chunki grafik juda to'la bizda, bilasiz. Onlaynni ham, offlaynni ham oldindan joy bron qilib qo'yishadi. Viloyatlardan ko'pchilik keladi. Mana shu men aytaman-da, 10 ta oila bo'lsa, mana bitta mahallada 10 ta oila bo'lsa, 8 tasi shu muammo bor. Prosta hamma bir-biridan zim bekitadi. Zim bekitadi, xuddiki anaqa emas. O'tib ketadi o'zi, katta bo'lsa o'tib ketadi, chunki zim bekitgan, o'zida ham bo'lgan, hech kim bilmagan, o'tib ketdi. Amallab yerga tegib oldi, xuddiki o'tib ketdi. Lekin sal nariroq beroq bo'lgandan keyin boshlanadi. Ko'zi pirpirashi boshlaydi onalarni, mana bunaqa yuzi uchishi boshlaydi, asabiylikdan qars bolasini urishi boshlaydi. Bu o'tib ketgan enorizi bo'ladi onani, masalan, o'zini holatida. Onlaynda biz guruhli kanalimizda savol-javob qilamiz. Ya'ni soat belgilangan, har juma kuni qilamiz. Soatda onalar o'zligini savolligini yozishadi. Savolligidan kelib chiqqan holda diagnostika qilaman. Ya'ni nimaga uni bolasi, yoshi, qayerga olib borgan, nima lecheniya qilgani, bolani qanaqa yo'l bilan lechit qilgani, keyin undan keyin nima bo'lgani, qanaqa yo'nalish qilsang bolang tuzaladi. Uyda muhitni to'g'irla degan narsani tushuntirib beraman. Uyda qaysi muhit bolaga bo'lgan qaysi munosabatni to'g'irlasang, enoriz shu ildizini yechayotgan bo'lsa, lekin ana o'sha dars mashqi bajarmasdan turib u zo'r bo'lib ketmaydi. Ishoning, u hech qanaqa o'zgarib qolmaydi. Chunki mana bola o'sha o'rgangan, mana o'rgangan ko'ngil o'rtasi qo'ymas. Xuddi shunaqa bola o'rgangan, kechqurun sep qo'yish. Miyasi o'sha o'rgangan. Bu narsani faqat refleks orqali ishlab affirmatsiyalar ettirib, to'g'irlatib bola bilan shug'ullanib olib chiqib olinadi. Bu onlayn. Offlaynda bolani olib kelganingizda men diagnostikada shu makarta qildiramiz, oila suratini chizdiramiz. Makarta qilganimizda o'zi makartada shunday mama papa ya makartamizda shu detskiy bolalar ichidagi bola bilan gaplashish, mana sirli sandiqda
uni ochish juda qiyin. Kalit bilmaysiz qanaqa ochadi. Katta odam psixologga kelyapti, asosli ravishda aytadi, menda mana bunaqa muammo, erim bilan muammo, hayotimda u muammo, ota-onam bilan bu bo'lgan, u bo'lgan, u tayyor u keladi muammosi. Ani bola eshigidan kirib kelayotgandan qo'rqadi. Mendan, masalan. U o'zi qo'rqoqligi uchun sip qo'yyapti. Uni sip qo'yish, seni sip qo'yganing uchun shu joyga olib kelyapman deyish o'zi unga stress. Kirdi, nima qilsam hozir xato qilib qo'ymayman degan narsada o'tiradi. Mana shundoq o'tiradi bolalar. Hozir noto'g'ri gapirib qo'ymasam bo'ldi ish qilib deydi. Uyga borganda onam jazolamasa bo'ldi ish qilib deydi. Mana shunaqa o'tirishadi. Sekin-sekin u bilan kontakt o'rnatib, kartochkalar haqida gaplashamiz. Bu kartochkada bu nima qilyapti? Menda onalar hayron bo'lib so'rashadi. Nima kartalar? Voy, o'zi aytdimi shuni deydi. Kim aytdi? Bola ko'rganini aytadi. Bitta rasmni ko'rsatsang bolaga 10 tumandan 10 xil fikr chiqadi. Ya'ni hamma o'zini uyda ko'rgan narsasi bilan shu suratni baholab beradi. Oddiy vazi singan holatni ko'rsatsang, bola aytadi, buni oyisi urishadi deydi. Uradi deydi. Mana uyda bitta ish qilib qo'ysa, xato qilsa, urib urishlagan bolani fikri bu. Bitta bola aytadi, ha, vazani sindirib qo'ydi, adasi bilan yig'ishtirib oladi. Mana uyda mana nimadir ish qilib qo'yganda oila hamjihatlikda bola bilan to'g'ri urishmasdan tarbiya berilgan bolani fikri yashtirib oladi deydi. Ya'ni surat chizamiz, shu biza bilgan shu Instagramga ko'p qo'ygan shu oila surati, shunaqa suratni chizdirganmiz, tahlil qilamiz. Bolachalar bor o'zi umuman chizishmaydi. Bolachalar bor suratni bir chekka kichkina qilib chizib qo'yishadi. Men birinchi diagnostikada sразу aytaman, isminglarni yozinglar deyman. O'zi qog'oziga ismini qanaqa yozganda bolani somatsenkasi haqida shundoq o'zi biz ma'lumotni olamiz. U katta qilib, chiroyli qilib yozyaptimi? Bir chekka kichkina ko'rinmaydigan qilib yozyaptimi? Yoki familiyasini yozib ismiga nuqta qo'yib qo'yyaptimi? Mana samat diagnostik o'shandan boshlanadi o'zi. Keyin shu makarta, keyin surat, keyin ular bilan plastilin terapiya, xotirjam bo'lishi uchun bu yoqqa kelgandagi olgan stressini shotib tashlab ketish uchun plastilindan bir nima yasagin degan holatda chiqib kelgan ota-onalarga u holat, farzandda bo'layotgan holatni tushuntiramiz. Shunda ham shunaqa holat bor, o'tib ketadi deb qo'yishadi. Yarim soatdan oldin strashniy narsa yo'q, o'tib ketadi. Shu onaga lish bo'lsa, bolasi strashniy, yo'q, strashniy narsa bor, kechirasiz, bola sevyapti, eng strashniysi shu. Davolamasangiz o'tib ketmaydi. Xuddi shunaqa. Siz ham hozir agar farzandingiz shu qanaqadir psixologik buzilishlarni sezayotgan bo'lsangiz, hozir davo qilmaydigan bo'lsangiz, men aytgan gapim, kichkina bolalar kichkina muammolar, katta bolalar katta muammolarga aylanib ketadi. Kamida ajrashib qaytib keladi, yoki tug'may qo'yadi, tug'dira olmay qoladi. Eng yomon, eng dahshatlisi shu o'zi. Xo'p, demak, sizda bor onlayn tarzda, offlayn tarzda. Offlayn tarzda bu nechta diagnostikaga qatnashish kerak? Onlayn tarzda bu demak kurslik ko'rinishda, to'g'rimi? Onlayn tartibda biz kurs qilganmiz. Chunki offlaynga qatnagan bolachalarga biz mashg'ulot qildiramiz, o'rgatamiz. Shu narsani ular davomiy qilib yurishadi bir oydan keyin uyda ham. Xuddi shu narsani qayta bizga qatnab qildirishga, hadeb kelib Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston juda ham ko'p klientlarimiz bor. Ular uchun biz onlayn formatda dars qilganmiz. Buni viloyatdagi klientlarimiz bemalol mazza qilib, yana shunaqa hozir tartibda hozirgi kunda bolalarni repetitori ko'p, darsi ko'p, qaynonam ruxsat bermaydi, olib borsam unim bilib qoladi, bunim bilib qoladi degan qo'rqadigan onajonlarimiz uchun onlayn tarzda darslik to'plami qilganmiz. U darslik to'plamini olib bizlar bilan darslik to'plami darslik formatda, onlayn formatda yozilgan, zapis qilingan, keyin jonli darslarimizni qo'shib berganmiz. Ya'ni men bilan aloqada bo'lib turgan holatda u darslarni uy sharoitida farzandlaringiz bilan bajarib, 20 kun, 1 oy ichida farzandingizni qanaqadir muammolarni, kasalliklarni hal qila olasiz. Diagnostika esa ommaviy qatnaydimi? Offlaynga qatnab, o'sha 10 ta dars qatnashadi. Xuddi shu onlayndagi darslarni birga bir o'zimiz bilan qiladi bolacha. Guruhli tarzda bor, individual tarzda bor. Narx-navosi kimga qanaqa to'g'ri kelishiga qarab, bolaning holatidan qarab, onlayn, offlayn qatnab diagnostikaga olinadi. Agar sizni farzandingizda xuddi shunaqa endurez, enkaprez, nafaqat endurez, enkaprez, tik, nevroz, agressiya, SDV, giperaktivlikda shunga o'xshagan duduqlanish, ko'zlari pirpirashi kasalligi bor farzandlaringiz bo'lsa, shu haqida ma'lumotlar, savollaringiz bo'lsa, men shu yerda administrator nomerini qoldiraman, u bilan aloqaga chiqing, bog'laning va diagnostika haqida to'liq ma'lumotni oling.